U23 Osiyo Kubogi bugun O'zbekiston yarim final yo'llanmasi uchun kurash olib boradi. Manchester City esa Manchester United bilan kuch sinashadi. Ikki o'yinni ham jonli efirda ko'rishni istaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport promo kodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bundan tashqari, homiyimiz sizga konsertlarning kattasini taklif qilmoqda. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Angliya Premyer Ligasining 22-turida Pep Guardiola boshqaruvidagi Manchester City safarda Manchester United bilan kuch sinashadi. Ayrim saytlar Manchester City himoyasida Allen o'rniga Ake ham maydonga tushishini yozmoqda. Lekin barcha nashrlar bugun hamyurtimiz Abduqodir Husanovni tarkibda bo'lishini kutmoqda. Ma'lumot o'rnida bo'lajak to'qnashuv bugun Toshkent vaqti bilan 17:30 da start oladi. O'yindan oldin Pep Guardiola hamyurtimiz haqida quyidagi fikrlarini bildirdi. Husanov va Allen o'zlarini qanchalik yaxshi ko'rsatish deb o'ylaysan? Top. Hattoki men uchun ham surpriz bo'ldi. Ularning hamjihatligi, bir-biriga yordam berishi, ikkalasi ham ajoyib o'ynashdi. Ular qiyin o'yinlarda ishtirok etishdi. Sababi Brightonga qarshi o'yinda Max to'g'ri Exeterga qarshi o'yin kiritilgan gollar sababli sal boshqacharoq o'tdi. Lekin Newcastle'ga qarshi mehmonda o'tgan o'yinda ular ajoyib o'ynashdi. Manchesterga qarshi bo'lib o'tadigan o'yinda O'Reilly, Husanov va Lane'lar yana birga o'ynashligi mumkin. Newcastle'ga qarshi o'tgan o'yin menimcha buni ko'rsatib berdi. Men shunday degan bo'lardim, lekin mavsum boshida, aynan mana shu uchlik mavsumning eng muhim qismida ketma-ket o'yinlarda har doim maydonga tushishadi deyilganda men ishonchingiz komilmi deb javob bergan bo'lardim. Lekin mavsum mana shunday, u har doim bir tekislikda o'tmaydi. Tabiiyki, o'nqir-cho'nqirlar bo'ladi. Bunday vaziyatlarda esa biz muammolarimizni hal qilishimiz kerak bo'ladi. Va ham Husanov uchun juda xursandman, sababi u mavsum davomida unga imkon berilgan o'yinlarda barchasida ishtirok etdi. Adashmasam Arsenalga qarshi o'yinda jarohat olib uzoq muddatga safdan chiqdi. Bu paytda Ruben ajoyib o'ynab biz uchun futbolchiga aylandi. Lekin Kusa har bir ishtirok etgan o'yinda o'zini ajoyib ko'rsatdi. Aytaylik, himoya chizig'ida kimdir jarohat oladigan bo'lsa, uning o'rniga keladigan futbolchi shunchaki u jarohatdan qaytgunicha uning pozitsiyasini yopib turish uchun olib kelinmaydi. Ya'ni ular bir necha yillar davomida klubda o'ynash uchun olib kelinmaydi. Masalan, o'tgan mavsumda Reis va Husanov, ayniqsa Husanov 21 yoshda bu yerda bir necha yillar davomida o'ynash uchun olib kelindi. Saudiya Arabistonida 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi musobaqasi hal qiluvchi bosqichga kirib bormoqda. Bugun turnirning chorak finalidan o'rin olgan yana 2 uchrashuv bo'lib o'tadi. Dastlab soat 16:30 da O'zbekiston va Xitoy terma jamoalari o'rtasidagi bahs o'tkaziladi. Kunning ikkinchi uchrashuvida esa Avstraliya hamda Janubiy Koreya terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Ushbu to'qnashuv soat 20:30 da start oladi. Ma'lumot uchun Ravshan Haydarov shogirdlari mazkur bosqichda Xitoy ustidan g'alaba qozonsa, yarim finalda Vyetnam yoshlar jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Xo'sh, bugun ushbu ikki o'yinni ham jonli efirda ko'rishni istaysizmi? Biz sizga ushbu imkoniyatni taqdim etamiz. Buning uchun albatta ushbu Ekstra Sport kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video opsiyasidagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Chunki aynan ushbu Telegram kanalimizga jonli efir havolalarini tashlaymiz. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Yoshlarimiz Xitoyni mag'lub etib yarim finalga chiqa oladimi? Bundan tashqari Abduqodir Husanov bugun ham asosiy tarkibda tushadimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.